Hello YouTube ahli, bilan o'sha yana men Hacker 01. Agar videolarni tomosha qilib kuzatib borishni xohlasangiz, podpisatsiya va subscribe, obuna va like tugmalarini bosib qo'ying. Qaytarib har xil tillarda aytayotganim uchun uzr. Bizlar Minecraftga o'xshaydigan top 3 ta o'yinlarni ko'rib chiqamiz. Qanunda olg'a. Mana birinchisiga kirib boryapmiz. Hali biz belgilamaymiz albatta. Skinlar degan joylarda juda ham ko'p skinlar bor. Xohlasangiz o'zingizga uni qo'g'alishingiz mumkin. Galeriyadan bular juda ham oddiy. Просто bunaqa skinlar, yo-mayo. Men hozir bunaqa menga sovuq rang yoqadi, chunki men muzni yaxshi ko'raman. Sovuqlikni men sovuqlayman. Просто shunga men oldin bu o'yinda o'ynab ko'rganman. Shuning yangi karta ochishga boshlaymiz. Kreativ bo'lamiz, worldga nom yozamiz. Hamma menga kerak emas bu. Biz kirdik kartaga. O'sha karta ajoyib, go'zal. Minecraft unchalik o'xshamasa-da, shedevri bor. Yaxshi. Shader yo'q, to'g'ri. Lekin tasam go'zal o'yin. Minecraftga o'xshaydi, to'g'ri. Buni nima deb o'ylayapsizlar, to'g'rimi? Bu stone, tosh. Tosh raqami deysizlar. Minecraftda juda ham kam narsa beriladi bizlarga. Qaranglar. Biz ortiqcha narsalar shunchaki yo'q qo'yamiz mana. O'yin men uni avval bir necha marta o'ynab ko'rdim, chunki sizlarga birinchi bir o'zimga yoqqan, tanlangan qarang. Yurish animatsiyalarini ko'ring. Vakillarda yonishlar. Yerli Minecraft. Suv qarang qo'ylarni. Qo'y. Sizlarga jintasi ko'rsataman. Xo'sh, qaniydi? Mana shu tuxumlar joy bo'lishi kerak. Mencha bu o'yinni juda ko'p o'ynamadim. Shuning uchun hamma narsa joyini bilmayman. Ko'p narsalar joyini. Ozgina bir nechta kallalar bor. Yo'q, faqat divan bor, to'g'ri, eski versiya bu. Lekin shunga ham shukur. Mana cho'chqani ko'rsataman sizlarga. Cho'chqa toza bir g'alati qilib qo'ygan. Qarang. Olmos bosh kiyim. Xo'sh, qaniydi? Hozir biz mana shu o'ldirsak, umuman tushmaydi bunaqa narsalar. Yana bu o'yinda qo'ydan go'sht tushmaydi. Shuni bilasizmi? Men ko'rsataman hozir. Lekin har doim jun tushadi. O'shingiz mumkin, umuman go'sht tushmayapti. Va bizlar top 2 o'yinga o'tamiz. Bu o'yinning rasmi shunaqa ekan. Xullas bu o'yinni men o'ynamay qo'yganimcha bo'ldi. Shunga shunaqa deb chiqyapti. Lekin o'ynab ko'rganman, oldingi videolarim Craftsman 5 ta chiqqan. Craftsman 5 ta Minecraft juda ham o'xshaydi. Pikseli ham Minecraftda zo'r. Juda ko'p modlar ishlaydi. To'g'ri, 1.20.81.01 versiya, lekin yaxshi. Juda ham ko'pchilikka xush kelgan versiya. Obunachilar, o'yinning ham kirish Minecraftga o'xshaydi. Bemalol Minecraft deyishingiz mumkin. Faqat skin yuklab bo'lmas ekan, skin zagrishga to'g'ri umrbod. Nega meni ertaning yoniga ekanda, reklam olib ketishi mumkin. Obunachilar. Xullas biz endi kartaga olg'a. Biz o'yinga kirishni boshladik. Men ortiqcha vaqtingizni olishni xohlamayman, videom o'zi bo'lib ketishi mumkin. Minecraft men o'yinni oldin o'ynadim. Lekin misol qochishlar bo'lyapti. Shahar juda ham katta va men bunga bitta bot qo'shdim. Va hamma biladigan bilmay, bu ishlamayapti, uzr. Obunachilar ishlamay qolibdi mod. Nimasi bu? Nimaga bu shaharlar tom tep-tekis? Unchalik shaharga o'xshamagan.
Doğru mu obunachilar? Nima tepada o'ynab? Bu maydoni top yo'q lekin. Minecraftda to'p yo'q. To'g'ri bir joy tepsang dumalamaydigan to'plar bor. Biz bitta uyning ichiga kirib ko'ramiz. Bu o'yinlar o'ynamay qo'yganman, chunki men faqat Minecraft o'ynayman. Budimi? Bu mencha hojatxona yo'q. Tualet. Biliyorsunlar. Televizor kurarız. Televizor yok. Kaç televizor kurarız? Hiç ne yaplar? Hoş. Halı diyenlik. Musallik. Dersini koyalım. Yalatı hoş binalarda yaxşı. Bunun endi buyuram hojatxona bo'lishi kerak menimcha. Bitmay qolgan uylar bo'lsa kerak. Bitmay qolgan uylar. Hamma obunachilar va bu tazam bir shu davrli xilsi yomg'irli joylarda yaxshi ko'rinmayapti. Mumkin qilib mana buni bosaveramiz. Yaxshi. Qarang, piksellar qancha ko'p. O'xshaydi. Chiqaveradi. Piksellarda ham chiroyli. Qarang, top shuda ham chiroyli ekan va bizlar top 3-chi Minecraftga o'xshaydi ekan. O'yinga boramiz. Qani bo'lmasam olg'a. Yangilangan Mirinda apelsin sharbati bilan tanishing. Endi yanada mazali. Mirinda yangi dizayn, yangi sharbatli ta'm. Va bu Minecraft четкий такой. Lегкий Minecraft nima bo'lyapti? Sarqotishlar. Obunachilar bu toza ham четкий. Krasnoy o'xshaydi, lekin o'zining shaxsiy modi bor bo'lgan Minecraft klonlardan bo'lgan. Takoy Minecraftlar turga kiradi. Bu Minecraft четкий, hammaga yoqadi garantiya. Hozir do'stlar reklama shuncha endi menga birinchi marta reklama olyapman, shunga katta daromad qilyapman. Daromad olishni reja qilyapman. Play menga farqi yo'q. Play. Men kirganman va men yana buni o'zim shaxsiy kartaga kiraman. Cho'tda ko'y modlarni bor kartasiga. Takoy modlari bor ekan. Takoy left va bizlar vaqt obod shoqlamayman. Ko'rib turganingizdek bu kartada ham o'zining shaxsiy modlari bor. Ularni ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Bu reklama menga taalluqli emas. Lekin baribir. Zizi zo'r, Pepsi ham zo'r va Mojito ham zo'r. Bu ham hozirgi reklamam ham cho'tga o'zgarib ketgan, to'g'ri. Hech kim bu reklamalarga yomon deya olmaydi. Mana bos Bemalol dushmanlaringizni yo'yib yuboradi. O'zim bunlarga isbotlab beraman. O'yinni qo'yganman. Bu modlarga yoqadi va granata. Oho, olg'a ort. O'xta. Qayga?
Ha mayli, bu qadar qiziq emas men uchun. Va bu yerda raketa bor. To'g'ri, raketalarni mal ko'ramiz. Va yo xalqisi bormi-kina? Mayli. Xo'sh, qanday uchishni o'rganishga harakat qilamiz, o'g'a. Voy, Donni. Bu reklamalar yoqmayapti. Mayli, ketib bo'lmayapti. Mayli, bo'lsa o'yinni o'zida obzor qilib o'taman. Mana bu raketa, mana bu narsa. Xudosi ham zo'r deydi odamlar, lekin orqasi takoyligini ham ko'rib turishadi. Cho'tki udar samolyotlar, raketalar. Birinchi jahon urushida shular qaytdi, biz yutardik. To'g'rimi? Mana eng kattasi bo'lsa kerak. Mana shuni bunday kattasini ko'rib bo'lardi. Kichik samolyotlar ham bor ekan. Bo'pti. Bu har bir Minecraftlarni aniq chiqdik va men Minecraftlar menga yoqdi. Endi siz ham o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Mavlar qilyaptimi bular? Bo'pti, xayr. Menga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bo'pti.